Muqamlar şatlıq мұңдың yaralğandır. Muhabbet muqamlardan taralğandır. Muqam degen hayat, əmgək, bəxit, arman. Muqam degen aydın kecha, hava hem nur. Uyg'urlar qedimiy, uzoq madaniyat an'anasiga ega bir millat bo'lish sifati bilan dunyo madaniyat g'aznasiga o'chmas to'hfalarni qo'shgan. Aynan shu tarixiy to'hfalarning yorqin namunasi Uyg'ur 12 muqamdan iborat. Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqam, sharq muzika madaniyatidagi bebaho go'har, shundaqla Uyg'ur milliy madaniyatining muhim tarkibiy qismlarining biri bo'lish sifati bilan eng yorqin, eng kuchli va eng xarakterlik milliy xususiyatni, milliy estetikalik psixologiyani namoyon qiladi. 12 muqam uzun asrlardan beri xalqimizning ruhiy dunyosiga, ijtimoiy hayotiga, psixologiyasiga singib kirib, hayotni beyitadigan, milliy g'ururni, iqtidorini oshiradigan qudratli ma'naviy oziq bo'lib kelmoqda. 12 muqam xalqimizning ko'p asrlik shonliq madaniyat tarixi jarayonida uzluksiz rivojlanib, to'liqlanib, ratlanib kelgan. Bizning ajdodlarimiz uzun asrlardan buyon o'zlari ijod qilib, o'rinlab, muqamlarni har qanday davr to'saqlaridan o'tkazib, bugungi avlodga yetkazib kelgan. Uyg'ur 12 muqamning klassik sikli 15-asrda xeyla mujassamlashgan. 16-asrda Sultan Abdurashidxon, Amonisixon va muqamshunoslardan Qadirxon qatorliq tashabbusi va g'ayrati bilan joy-joylardan ko'plagan al-nag'mchilar, muqamshunoslar jalb qilinib, muqamlarning har xil nusxalari keng ko'lamda to'planib kelgan. 5 tonika, 7 ahang va 12 pala qoidasi bo'yicha sistemlashtirilgan. Şunun bilan Uyg'ur 12 muqamning hozirgi nusxasi shakllangan. Bu o'rnak bo'yicha 12 muqam rak, chabayat, sigah, panjigah, o'shal, ajam, o'shaq, bayat, nava, mushavrek iroqlardan iborat. Muqamlar Türk, Uyg'ur, Ozarbayjon, Tojik, O'zbek, Arman va Turkmanlarning bebaho boyligi bo'lib hisoblanadi.